Assalomu alaykum, sizlarga sog'lik salomatlik tilayman. Sizlar bilan Jahon Media'ni olishganlar. Bugun biz 56-o'rta maktab Abduqodir Sagizov nomli maktabda jangan maktab qurildi. Mana shu yerlar bachar ishlayapti. Hozir hammasini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana pastda biz şeylerga alaqsaq, narsa keyingi fasoddan uradi, narsa tamam. Mana bu glavni xotdan alaqsaq, mana glavni xotdan kiramiz. Mana materialni bastırlagan, gel yok, sağ bulunlar, selamat bulunlar, eşmenin balları, eşmenin yigitleri. Ve peş. Nerede işkergem kiremin, işkerge karangarak olsa göremiz yani. Her yigitine pilitkeler terilgen, hemmesi kayrağını almış pilitke terilgen. Kataloglar almışsırın. Bir yaklarda lesinse, kat defter lesinse kılıngan. Bu yerler, bunlara verilen caylar, esnada ilgisine bakıp koyulan perilasın. Bu maketin içi. Ben saplasak bir, iki, üç tanesini bir yakta olsa, bu 4'te, 5'te, 6'ta sınıfında pasta var iken, ve kattık adamlar görüşlerine oynayabilirdi. Yani okup yatırıyor. Her bir eşikler iki tabaka başladı, katta başladı. Gel okuşlar çıkışta sıymaya kaladı da bizde. Onun için şuna koyuladı. Buna magetten mes tapatayar sıçrasıya kılıngan. Fakat gelen töşüş gerek tamam da. Bazı asli çıkamızla lesine. Bazı ustaklar işle bir atar işleyelim tabaşa yapmıştım. Buna hazır ikinci etajda polunu almış pilitkenin basarında pastaya gidip durup. Buna Kasım boyamız bir işle bir atır. Bu yaka bir karap koyak. Ballar altında karşı polunu şıpırıp tazalap. Çek gelgeğimle derizleri koygan ki şöyle jarık olsun deyip. Nazır pilitkenin cayını tazalayaptılar. Nazır polunu şıpırıp tazalaylar bir kurumdan koyup pilitkenin basarlar. Ana bir yakta xuddi ana shunday deraza, eshik va eshikning ustida etaba benzer hammasiga katta turib deraza qo'yilganki, endi maktabning ichi jarriq bo'lishi uchun hammasi qilingan. Bu ichkari va eshikning ustiga ham qo'yilganki, işte maktabning ichi jarriq bo'lsin, o'quvchilar kulturni o'qisin deb qo'yilgan. Ana bu yerda bo'lsa bir yere başına, leyboy derizenin eşikleri karasanlar hemme şunlayın, patologlar lekin hemmesi urulganlar. Hemmesi Mısır'ın hemmesi zamanavi kılıp kaydayıp oldu. Ana bir yerden, bunun şuna ekesek, bir ateş balığı yok. Avarini bir xittab qilgan gap shu bo'ladi-da. Mana bir tomonda bir yerda bitta bor. Mana jo'g'arida mana bitta eshik, bitta sinf, mana ikkita sinf, uchta sinf, to'rtta sinf, 5ta, 6, 7ta sinf bor. Jo'g'arida 7ta sinf bor. Mana shu o'qigan bolalar hammasini yugurdilar, ishlayotganlar geldi. Hammasini qayday bo'lgan faqat shukurkasi qilgan, shukurkani uratda bir ishtiroqda urib turib, keyin kraskani bosadi. Tamam. Mana bu uylarga ham hozir bolalar ishlayapti, mana yugurgilar. Bu qumag'on, mana hamsirni buyoqqa qaragan eshigini ham urib qo'yilsa, tamam. Hamma narsa bor. Material bor, hamma narsa bor. Faqat urish kerak, isbot qilish kerak inshaalloh. Avarini vixit bu tomonda ham bitta bor. Bu yoqda ham bor, bu ostida ham bor. Hammasi avarini vixit bo'ladi. Gap yo'q, kattadan katta rahmat shu eshma ahliga, buni quri yoshlar ham bo'lsa, erkaklar ham, ayollar ham jim turgan yo'q. Hammasi mana shu ustalar bu yerda ishlaydi. 30 talab, 35 talab, 40 talab usta ishlaydi. Hammasiga ovqat olib kelib berdi, narsa qilib berdi. Hammasi ovqatlarni ta'minladi, abitiman. Gap yo'q, hammasiga mana shu biz eshma ahliga kattadan katta rahmat. Kimki ishlagan bo'lsa, ularga ham kattadan katta rahmat. Va narsa yaqinda polni zavod bo'ladi, tomosha qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.